2 yoshgacha bo'lgan bolalar va emizikli onalarga tarvuz qovun berish mumkin emas. Tarvuz tarkibidagi zararli moddalar bolalardagi ko'ngil aynish, qusish, ich ketishi, behollik, gipoksiya va moddalar almashinuvi buzilishiga olib keladi. Iyun-iyul oylarida ham tarvuz yeyish mumkin emas. Iloji bo'lsa, tarvuz va qovunlarni avgust oylaridan yeyish kerak. Tarvuz va qovun tarkibida pestitsid va nitratlar miqdori baland bo'ladi. Bu moddalar bolalar va emizayotgan onalar organizmiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Bolalarga 2-3 yoshdan keyin tarvuz va qovunlarni bersa bo'ladi, lekin shunda ham kuniga 50 grammdan oshiq berish mumkin emas. 3-6 yoshlar orasida esa 150 grammgacha bersa bo'ladi. Katta odamlar esa kuniga 500 grammgacha yeyishlari mumkin. 500 grammdan ko'p yeyish mumkin emas. Nitratlar, ya'ni zararli moddalarning miqdori tarvuz tarkibida 60, qovun tarkibida esa 90 gramm kilogrammdan oshib ketmasligi kerak. Rossiyada o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida bu moddalarning miqdori bir necha barobar balandligi isbotlangan. Agar nitratlarning va zararli moddalarning miqdori normada bo'lsa, emizikli onalar ham yeyishlari mumkin. Lekin afsuski, bu moddalarning miqdori baland va amalda deyarli tekshirilmaydi.